Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 26-mart. Hafta kuniga payshanba. Shaftolilar aynan mana shunday holatda. Deyarli bu shaftolilar gullab, changlanib, urug'lanib bo'ldi hisob. Mana shu holatda endi eng shaftoli uchun agrotexnik, kimyoviy ishlov berish juda muhim. Diqqat qilamiz. Birinchi, 10 litrli idishga 10 litr suv quyamiz. Unga 50 gram mochevina yoki karbamid deb ataladi. Solib yaxshilab eritamiz va aynan shu 10 litrli idishga 10 gram bornoya kislota odam aptekasidan olamiz va eritib yuboramiz. Va aynan shu 10 litrli idishga skor yoki horus degan fungisiddan 3 gram solib eritamiz. Va aynan shu 10 litrli idishning ichiga maksimal doza 3 gram mosplanni eritib yuboramiz. Va aynan shu 10 litrli idishga biror bir tarkibida aminokislota bo'lgan modda yoki oddiy gumat 5 gram qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Kechki salqinda sepamiz. Bir haftadan so'ng yana bitta shuni takrorlab qo'yamiz. Ajoyib qand ish bo'ladi. Salomat bo'ling.